Xo'p, 33, 34, 35 degan savol bor. Mana shu 3 ta savol. Birinchi o'sha bema'nilikning boshlanishi, ya'ni aslida go'zallik, ko'pchilikka yoqmaydigan joyning boshlanishi shu yerda. 3 ta savolni biriktirib qo'yishadi. Bu javoblarida moslik o'rnatiladigan moslik o'rnatish talab etiladigan masalalar. Ya'ni qanaqa degan? Mana masalan mana shu e'tibor bering, rasmga qalamga o'xshagan narsa turibdi, ya? Raketa deymizmi mana? Tegida mana shunaqa shar. A B C D kvadrat mana A B C D kvadrat B C Y teng tomonli uchburchak. Berilgan jism, mana bu endi jism bu. Tepada konus turibdi, o'rtada silindr, pastda yarim, mana yozib qo'yilgan yarim shar. Berilgan jismning to'la sirti A ga teng bo'lsa, 33, 34, 35 savol va javob variantlarini o'zaro moslashtiring deydi mana. 33 jismning hajmini toping, o'q kesim yuzini toping, AE kesma uzunligini toping degan 3 ta savol. Biz demak o'sha jismning to'la sirti degan joydan boshlaymiz. To'la sirti birinchisi S PRL. Bu demak nima? Konusning yon sirti. Konusning yon sirti, faqat yon sirti, to'la sirti emas. To'la sirti bo'lish uchun PRL qo'shilgan PR kvadrat bo'ladi. Asosi ishtirok etmaydi, chunki asosi jismning ichida qolib ketyapti-da. Qo'shilgan 2PRH. Bu silindrning yon sirti. Silindrning yon sirti mana. Silindrning yon sirti 2PRH. 2PR bu yoyilmasi H balandligi. Xo'p, 2PR kvadrat sharning sferaning sirti 4PR kvadratida, bu yerda yarimtasi bo'lgani uchun 2PR kvadrat bo'ladi. Bo'ldi. L mana bu yer endi mana bu nimaning silindrning yasovchisi L 2R ga teng. Nima uchun 2R ga teng? BC teng tomonli uchburchak-ku, muntazam-ku. Demak, bu yer ham 2R bo'ladi mana. Xo'p, H ham 2R ga teng. Mana bu balandligi, silindrning balandligi ham 2R ga teng. Nima uchun? Chunki buni kvadrat deyapti. Xo'p, 2R ga teng bo'lsa, o'rniga qo'ysak 2PR kvadrat, 4PR kvadrat, 2PR kvadrat, jami 8PR kvadrat bo'ladi va o'sha A ga teng ekan aytilganda mana. To'la sirti A ga teng. O'shani A ga tenglasak, radius topib olish imkoniyatiga egamiz. Radius teng 8 bo'lish bo'lib tushdi. Keyin nima bo'ldi? Ildiz oldik. A dan ildiz qoldi. 2 A ildiz ostida A taqsim 2 ildiz ostida 2 pi. Xo'p, mana radiusni topib qo'ydik. A orqali ifodalab qo'ydik. Ana endi qolgan narsalarni qilaveramiz. Jismning hajmini topamiz. Demak, jismning hajmi nimaga teng? Konusning hajmi, silindrning hajmi va yarim sharning hajmini bir-biriga qo'shib qo'ysak, jismning hajmini topgan bo'lamiz, mana. Birinchisi 32 mana. Demak, 1/3 PR kvadrat h bu mana bu 1/3 PR kvadrat h konusning hajmi bo'lyapti. PR kvadrat h silindrning hajmi bo'lyapti. 2 PR kub. Bu mana bu yerda 2/3 bo'ladi. Mana bu yerda taqsim 3. Bobosh aytmaysam 2/3 bo'ladi. Mana bu keyingisida to'g'rilanib ketgan bo'ldi. Xo'p. 2/3 PR kub bo'ladi, chunki o'sha hajm 4/3 ku, yarmida bu yerda. O'rniga R ning o'rniga o'sha nima A larni qo'yib turib oddiy hisob kitoblarni bajarsak, bu 8 plus ildiz ostida 3/48 ildiz ostida 2pi A ildiz ostida A degan natijaga erishamiz mana. Demak, orqaga qaytamiz, javobni belgilaymiz. Mana shuni. Demak, 32 ning javobi 32 ga javob belgilaymiz. 32 qani qidirib mana Y deb belgilab qo'yamiz, ya? Yo'q, 32 ning javobi qani? 32 ning javobi Y bo'ladi. 32 ning javobi 33 ning javobi. 33 ning javobi Y bo'ladi. Ana, belgiladik. Keyin o'q kesim yuzini toping. O'q kesim yuzini mana shu yerda hal qilamiz. Qaranglar mana. Muntazam uchburchak yuzini topishimiz kerak, kvadrat yuzini topishimiz kerak va yarim doira yuzini topsak tamom. O'q kesim yuzini topgan bo'lamiz, uchovini qo'shamiz. Qani mana o'q kesim. Muntazam uchburchak yuzi ildiz ostida 3/4 A kvadrat, bizning A'imiz, ya'ni tomonimiz 2R. Keyin kvadratning yuzi 2R ning kvadrati va yarim doiraning yuzi PR kvadrat taqsim 2. Bizda endi xo'p. Tak, mana bu yerda bu xato. 2 ketib qolgan. Endi mana shoshilishda yozuvda ketib qolgan. Endi oson, bu elementar narsalar. Xo'p, o'rniga qo'yib kvadratga oshirib o'rniga qo'ysak, mana oddiy hisob kitoblardan keyin mana bu natijaga ega bo'lamiz. 2pi plus 4 ildiz ostida 3/8pi degan mana shunaqa savolga. Uni ham mana topib belgiladik. Mana demak B javob ekan, 34 ning javobi. Va oxirgisi A kesma uzunligini toping debdi mana. Odatda o'sha 33, 34, 35 stereometriyaga asoslangan bo'ladi-da, ichida planimetriyaning savollari ham bo'ladi. Mana bitta planimetriya savol. A kesmani ko'ryapsizlar mana. Mana bu kesma turibdi. Mana shuni uzunligini topishimiz kerak. Qanday topsak bo'ladi? Buni mana balandligi 2R ku mana bu yer, 2R. Mana bu yerda uchburchakka e'tibor beryapsizmi? 2R bu tomoni,
bu tomoni 2 ana mana ajoyib uchburchak. Mana shu uchburchakning mana bu x degan tomonini topishim kerak. Xo'p, mana keyingi o'yinada o'sha narsa turibdi mana 2 tamom. X ni topishim uchun menga nima kerak? Ha, ana 150 kerak-da. Mana shu 150. Buni kattalashtirib bo'lmaydi-ya. Ko'ryapsizmi? 150 hammamizga ko'rinyaptimi? Mana bu 150. Va ana ko'rindi, ana 150 bo'ldi. Mana men uzoqroq kelaman. 150 nega 150 degan savol tug'iladi. Nega 150 degan savolga javob berib ketaydi. Orqaga bitta qaytaylik. Mana bu yerlarni sal o'chiraman. Ajoyib, ana. Ajoyib. Tepadagi uchburchak muntazam-ku. Muntazam bo'lgandan keyin uning mana bu yeri 60 gradus bo'ladimi? Bolalar ruchka, ana keldi, 60 gradus bo'ladi. 60. Mana bu kvadratki, kvadratning burchagi 90 bo'ladi-ya? 90 bo'ladi. Multi ruchkani yoqib qo'yinglar. Barmog'im ham tegyapti-da, nima qilmayapti. Bittasi yozmay qolyapti. 90. 90 ga 60 nima bo'ladi? 150 gradus bo'ladi mana burchak. Ana, mana bu yoqqa o'tamiz. Xo'p, 150 gradus. Bu yog'i o'sha mashhur hammamiz bilgan oddiy kosinslar teoremasi. Mana kosinslar teoremasiga qo'ydik, birdan ildizam olib o'rganmiz va natijada mana bunday natijaga ega bo'ldik. Ana endi orqaga qaytaman-da. Ana endi bu masalaga biz boshqacharoq zarba beramiz. Tak, qaranglar. Qayerga ketib qoldi? Ana. Diqqat bilan e'tibor bering. Bu yerda bilib qo'yishingiz kerak bo'lgan yana ba'zi bir narsalar bor. Shumliklar bor. Ilmda mana bunaqa shumlik qilish ketmaydi-yu, lekin u yerda bizning maqsadimiz o'sha tezroq vaqtdan unumli foydalanish bo'lgandan keyin mantiqni ishlatib, tafakkurni ishlatib, javobni ishlab chiqaring degan talabi yo'q. Javobni toping degan. Topsak bo'ldi-ku. Mana qarang, a ga teng, to'la sirti a ga tengmi? A ga teng. Sirt bu 100 mi? A demak masalan birlikda aytadigan bo'lsak, metr deydigan bo'lsak, a bu nimadir? Metr kvadrat, to'g'rimi? Metr kvadrat. Demak, a metr kvadrat bo'lsa, mana bunga e'tibor bering. Ildiz ostami? Buning javobi metr. Bu demak hech qachon bu hajmning javobi bo'lmaydi. Mana bu metr kvadrat, bu ham hajmning javobi bo'lmaydi. Mana bu ildiz ostida a bo'lyapti. Metr kvadratdan ildiz olsak metr, bu ham hajm bo'lmaydi. Mana bu metr kvadrat. A metr kvadrat-ku birligi. Mana bu endi metrning 4-darajasi. Bundan butunlay bir umrga voz kechamiz biz. Bu javob hech qaysiniki bo'lmaydi. Metrning 4-darajasi degan birlik yo'q. Mana bu yerda a metr kvadrat ildiz ostida a metr kubni beradimi? Metr kubni. Bitta bunaqasi. Bo'ldi, bu mana buniki jismning hajminiki. Hech balon hisoblamasdan shunda belgilayveraverasiz. Agar shunaqa vaziyat paydo bo'lib qolsa, demak nima qoldi? 100 bilan uzunligini topish kerak bo'lib qoldi. Demak, bu yerda endi hisob kitobimizda, demak, uzunlik mana bu bilan mana bundan bittasi bo'lishi mumkin. 100 mana bu bilan mana bundan bittasi bo'lishi mumkin. Agar bu yerda ham birortasi nima bo'lgan bo'lsa edi, demak, hozirning o'zida siz vaqtingizni 30% ga tejadingiz. Hajmni topish orqali mana shu ozgina tafakkur qilish, bir necha sekundga tafakkur qilish orqali hajmni topishdek bir qancha ishdan voz kechib, o'sha maqsadingizni o'q kesim yuzini va kesma uzunligini topishga qaratdingiz. Kesma uzunligini topish hech qanday muammo emas. O'q kesimni topish ham oddiy o'sha planimetriya masalalari bo'lyapti-da ikkitasi. Bitta stereometriyani tafakkur bilan hal qilsa bo'ladi.